Jahon tarixida butun boshli xalqning nomi faqatgina bitta tarixiy shaxsning ismidan kelib chiqishi o'ta noyob hodisa. Ko'pchilik o'zbek atamasini qadimiy qabilalar nomi deb o'ylaydi. Ammo bugungi millatimizning nomi 1313-yilda Oltin O'rda taxtiga o'tirgan, Yevrosiyoni o'z izmiga bo'ysundirgan qudratli hukmdorning bevosita ismidir. U Sulton Muhammad O'zbekxon edi. Uning hokimiyatga kelishi qonli va keskin siyosiy burilish orqali yuz berdi. Asrlar davomida shakllangan eski tuzumga ayovsiz zarba berilib, isyonga moyil 100 dan ortiq Chingiziy shahzodalar qatl etildi. Taxtni mustahkamlagach, O'zbekxon uzoqni ko'zlagan puxta strategik qaror qabul qildi. Islom dinini Oltin O'rdaning yagona davlat dini deb e'lon qildi. Shu tariqa tarqoq urug'lar bitta g'oya atrofida birlashib, Oltin O'rda salobatli islom imperiyasiga aylandi. Aynan mana shu uzoqni ko'zlagan strategiya qit'ada misli ko'rilmagan iqtisodiy portlashga sabab bo'ldi.